Rossiyada neftni qayta ishlash zavodlari hanuz yonmoqda. So'nggi haftalarda Ukrainaning zarbaral ro'yxatiga yana bir necha zavodlar, terminallar, fabrikalardan tashqari Ural tog'laridan uzoqroq hududlar ham qo'shildi. Rossiyaning havo mudofaasi zaiflashgan bir vaqtda Moskva omadini faqat hujumdan qidirmoqda. Ukrainada ham vaziyat og'ir. Rossiya raketalari mamlakatning taxminan 60% gaz ishlab chiqarish quvvatini ishdan chiqargan. Qish esa tobora yaqinlashmoqda. Shunday og'ir sharoitda Kiyevning umidi faqat yonayotgan zavodlar manzarasiga emas, balki Trampning miyasidagi kutilmagan o'zgarishlarga ham bog'liq. Yaqinda chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidenti Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini ulashishga yashil chiroq yoqqan. Ammo Tomahawk qanotli raketalarni sotish masalasi hamon paysalga solinmoqda. Rossiyaning zararlangan neft zavodlari xaritasi sezilarli darajada o'zgardi. 1-oktyabr kuni Shimoliy Rossiyadagi eng yirik Yaroslavl neft zavodida katta yong'in chiqdi. 2 kundan so'ng Luty modelli dronlar Orenburg viloyatiga zarba berdi va Orks neftoxim-test zavodini urdi. 4-oktyabrda esa Sankt-Peterburg yaqinidagi Kirishin majmuasiga hujum qilindi. 5-oktyabrda esa Kstovodagi Lukoilning yirik zavodi yonib ketdi. Eng uzoq masofadagi zarba esa Ural tog'larining narigi tomonida, G'arbiy Sibirda joylashgan Antipinskiy zavodiga berildi. Tasavvur qilishingiz uchun, ushbu nishon Ukrainadan qariyb 2000 kilometr uzoqlikda joylashgan. Oktyabrdagi so'nggi zarba esa Boshqirdistonning Bashneft zavodiga qaratildi. 2024-yil boshlangan uzoq masofali dron hujumlari kampaniyasi davomida Ukraina Rossiyaning 39 ta neft zavodining 29 tasiga, taxminan 74% ga muvaffaqiyatli zarba bergan. Undan tashqari, hujum kampaniyasi yordamchi infratuzilmalarga ham yoyilmoqda. Qrimdagi Feodosiya portida 2 ta neft terminali, Kurgandagi yana bir va Volgograd yaqinidagi Karabkovskiy gaz majmuasi, Novosibirskdagi elektrotexnika fabrikasi, Sverdlovdagi o'q-dorilar zavodi va Belgoroddagi obyektlar ham yongan. Ukraina chuqur zarbalar kampaniyasini to'xtatmayapti. Rossiya esa bunga qarshi improvizatsion himoya choralarini ko'rmoqda. Masalan, Samara viloyatidagi obyektlar ustiga metal panjaralar va konstruksiyalar o'rnatilmoqda. Reutersning dastlabki bahosiga ko'ra, Rossiya neftni qayta ishlash quvvatining 15% ishdan chiqqan bo'lsa, keyinchalik bu ko'rsatkich 20-25% ga ko'tarilgan. Sentyabr oxiriga kelib, Rossiyaning Isiala agentligi bu raqamni 38% deb baholagan. Ularning 70% dron hujumlari natijasi albatta. Oktyabrdagi 6 ta yangi zarbani hisobga olsak, bu ko'rsatkich endi 40% dan oshgan bo'lishi ham mumkin. Rossiya hududlarida yoqilg'i ta'minoti masalasi ham og'irlashib bormoqda. Benzin narxlari oshganidan g'azablangan haydovchilarning videolari tobora ko'paymoqda. Ba'zilar yoqilg'ining umuman yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Sentyabr oyida temir yo'l orqali xom neft tashish hajmi pandemiyadan beri eng past darajaga tushgan. Muammo faqat zavodlarda emas. The Wall Street Journal yozishicha, bu hujumlar Rossiyaning logistika, boshqaruv va taxminan 40% eksport daromadining asosiga zarba bermoqda. Qolgan 60% daromad esa xom neft hisobiga to'planadi. Ammo sanksiyalar va konlarning asta-sekin qurib borishi bu ustunlikni ham xavf ostiga qo'ymoqda. Restart Energy kompaniyasining yuqori darajadagi tahlilchisi Darya Melnik nutqining birida Rossiyaning ulkan an'anaviy neft konlar davri ortda qolganligini urg'ulab o'tadi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya har 100 akr, ya'ni 40 gektar uchun o'rtacha $7 million, 11 ta o'lik, 19 ta yarador va 4 ta bedarak askar to'layapti. Ha, kichik frontovo yutuqlar ham bor, ammo qurbonlar soniga nisbatan juda arzimasdir. Moral past, safarbarlik sust, ammo baribir Kreml kuchlarini qayta to'ldirish yo'lini topmoqda. To'g'ri, Ukrainaning so'nggi yutuqlariga ko'z yumib bo'lmaydi, ammo joylardagi ahvol juda ayanchli. Rossiyaning zarbalari g'arb ovilarida Ukrainaning dron hujumlaridek ko'p yoritilmayotgan bo'lsa-da, ularning oqibatlari ancha og'ir. Har yili qish yaqinlashar ekan, Kremlning maqsadi o'zgarmaydi.
Ukrainani qish zulmatiga yuborish. Har hafta yuzlab dronlar va boshqariladigan raketalar mamlakatni bombardimon qilmoqda. Birgina Ukrainaning eng yirik xususiy energetika kompaniyasi TDEK 2022-yil fevraldan beri 200 martadan ortiq hujumga uchradi. Financial Times xabariga ko'ra, Rossiya qish arafasida Ukrainaning 60% gaz ishlab chiqarish quvvatini vayron qilgan. Maqsad esa armiyani emas, balki xalqning ruhini sindirishdir. Ukraina ham oktyabr boshidan beri yangi Flamingo va uzoq masofali Neptun raketalari bilan Qrimdagi FSB bosh qarorgohiga zarbalar bergan. Ammo bu yetarli darajada emas. Kelgusi oylarda G'arb yordami Ukraina uchun suv va havodek zarur. Energiya muammolari allaqachon Kiyevda boshlangan. Kayfiyatda ham tushkunlikni sezish mumkin. Energiya, pul, ruhiy holat – bularning barchasi bir narsa uchun. Ukraina xalqining omon qolishi uchun qaratilgan. Xulosa qilib aytganda, Donald Trumpning yangi Truman Show'sida Ukraina tomograflardan quruq qoldi. Rossiyada esa Trumpga qarshi qandaydir kompromatlar borga o'xshab ko'rinmoqda. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it.